Men unga pul berib turgan edim. Qarz berib turganman. Xarob bo'lib turganda men vaziyatdan olib chiqib ketganman. Lekin hozir meni hurmat qilmayapti, mensimayapti degan gaplarni eshitib qolamiz. Siz davolagan it sizni hech qachon tishlamaydi. Bu inson va itni orasidagi asosiy farq degan ekan Bernard Shaw degan bir yozuvchi. Xulosa nima desa, xulosa shu. Birovga yaxshilik qildingizmi? Uni ustiga chiqib olib minavermang. Ha deb tepavermang uni. U itmas, u indamay qo'yadi ekan. U inson, bir kun chegarani bosib o'tsangiz, albatta sizga tishini ko'rsatadi. U tishlashi mumkin, chunki u inson. It tishlamas ekan. Inson itga tenglab bo'lmaydi, u inson. Yaxshilik qildingizmi? Suvga oting, yo baliq bilar, yo xoliq deyishadi-yu. Xuddi shunday. Yaxshilik qildingizmi? Tamom, unuting endi. Men yaxshilik qilganman deb ha deb uni tepkilaversangiz, uni ham chegarasi bordi. Bir kun tutun qaytarib olishi mumkin, yo ahmoqlik qilib tutun qaytaradi. Farqi yo'q. Siz qilsangiz Xudo yo'lida deb qo'yasiz.